Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Bu yangi qonun har bir oilaga, har bir uy egasiga, yer uchastkasi bor odamga qurilish qilgan yoki qurilish qilishni rejalashtirayotgan fuqaroga bevosita taalluqli. Gap kadastr, uy-joy hujjatlari, o'zboshimchalik bilan qurilgan imoratlar, yer va mulk huquqini rasmiylashtirishdagi yangi tartiblar haqida ketadi. Agar sizda uy bor, hovli bor, qo'shimcha xona qurgansiz, eski uy hujjatlari to'liq emas yoki keyinroq rasmiylashtirib olaman deb yurgan bo'lsangiz, bu ma'lumotni albatta oxirigacha eshiting. Chunki bitta xato ertaga jarima, buzilish, sud, meros muammosi yoki uyni sota olmaslikka olib kelishi mumkin. Hozir kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday huquqiy ma'lumotlar odamni katta xarajat va asabiylashishdan saqlaydi. Avvalgi tartibda ko'pchilik uy-joy masalasiga oddiy qarardi. Masalan, odam hovlisiga yana bitta xona qo'shib olardi, oshxona qurardi, tomorqa ichida garaj tiklardi, eski davorni surib qo'yardi yoki 2 qavatli imorat boshlardi. Ko'pincha o'z hovlim-ku, nima qilsam o'zim bilan degan fikr bo'lardi. Lekin huquqiy tomondan yer uchastkasi sizniki bo'lsa ham, undagi har bir qurilishning hujjati, loyiha talabi, kadastrga kiritilishi va davlat ro'yxatidan o'tishi alohida ahamiyatga ega. Endi yangi tartibda asosiy e'tibor shunga qaratilyapti. Uy yoki qo'shimcha imorat faqat og'zaki kelishuv, mahalla ma'lumotnomasi yoki qo'shnilar roziligi bilan to'liq qonuniy bo'lib qolmaydi. Hujjatlar elektron bazada bo'lishi, kadastrda to'g'ri aks etishi, yerning maqsadli foydalanish turi buzilmasligi va qurilish belgilangan me'yorlarga mos bo'lishi kerak. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, sizning qo'lingizda eski order, eski qaror, eski texnik pasport yoki oddiy oldi-sotdi tilxati bo'lsa, bu har doim ham yetarli bo'lmasligi mumkin. Bugungi kunda davlat organlari ko'proq rasmiy reyestrdagi ma'lumotga qaraydi. Men amaliyotda ko'p ko'rgan holat shunday. Odam 5 yil oldin hovli sotib olgan, pulini bergan, qo'shnilar biladi, mahalla biladi, lekin notarial oldi-sotdi qilinmagan. Yoki uy otasining nomidan qolgan, ota vafot etgan, farzandlar esa merosni rasmiylashtirmagan. Yana bir holat, uy hujjatda 4 xona deb turadi. Amalda esa tekis xona, qo'shimcha oshxona, hammom va do'koncha bor. Mana shu tafovutlar yangi tartibda katta muammo bo'lishi mumkin. Chunki uy sotiladigan bo'lsa, bank krediti garoviga qo'yiladigan bo'lsa, meros bo'linadigan bo'lsa yoki davlat ehtiyoji uchun kompensatsiya masalasi chiqsa, hujjatdagi holat bilan amaldagi holat solishtiriladi. Birinchi navbatda kimlar xavotir olishi kerakligini aniq aytaman. Agar sizda hovli yoki kvartira hujjatlari to'liq bo'lsa, kadastr hujjatida ko'rsatilgan maydon amaldagi maydonga mos bo'lsa, qo'shimcha qurilish qilmagan bo'lsangiz yoki qilgan qurilishingiz rasmiylashtirilgan bo'lsa, sizda katta xavf yo'q. Lekin baribir hujjatlaringizni bir marta tekshirtirib qo'yish foydadan xoli emas. Agar siz hovlingizda qo'shimcha xona qurgan bo'lsangiz, masalan, hujjatda uy 90 kvadrat metr deb ko'rsatilgan, amalda esa 1 kvadrat metr bo'lsa, siz albatta kadastr holatini tekshirishingiz kerak. Chunki 7 kvadrat metr farq oddiy mayda narsa emas. Bu keyinchalik noqonuniy qurilish sifatida bog'lanishi mumkin. Masalan, bir fuqaro 2012 yilda hovlisiga yana 3 ta xona va bitta yopiq ayvon qurdi. U paytda hech kim kelib tekshirmadi. 2024 yilda u uyini sotmoqchi bo'ldi. Xaridor ipoteka krediti orqali olmoqchi edi. Bank baholovchi yubordi. Baholovchi uy hujjatdagi maydonga mos emasligini aniqladi. Natijada bank qarovini qabul qilmadi. Oldi-sotdi to'xtadi. Fuqaro esa shoshilinch rasmiylashtirish uchun bir necha idoraga qatnashga majbur bo'ldi. Mana shu yerda odam puldan ham, vaqtdan ham yutqazadi. Ikkinchi toifa. Meros masalasida hujjatlarni cho'zib yurganlar. Masalan, ota onadan qolgan uy bor. Uy otaning nomida, ota vafot etganiga 6 yil bo'lgan. Farzandlar baribir o'zimizniki deb yashab yuribdi. Lekin qonuniy jihatdan meros rasmiylashtirilmagan bo'lsa, uyga egalik qilish, sotish, hadya qilish, garovga qo'yish yoki rekonstruksiya qilishda muammo chiqadi. Yangi tartiblar shuni ko'rsatadiki, mulk bilan bog'liq harakatlarda rasmiy reyestrdagi egasi muhim. Agar reyestrda hali ham vafot etgan shaxs tursa, amaldagi foydalanuvchilar huquqiy harakatni bemalol qila olmaydi. Men bunday holatda birinchi qadam sifatida notariusga borishni, meros ishi ochilgan-ochilmaganini tekshirtirishni maslahat beraman. Uchinchi toifa yer uchastkasidan maqsadiga zid foydalanayotganlar. Masalan, hujjatda yer yakka tartibdagi uy-joy qurish uchun berilgan, lekin fuqaro hovlining old qismida do'kon, ustaxona
avtoservis yoki ombor qurib olgan. Bu ham juda nozik masala. Chunki tadbirkorlik qilish mumkin. Lekin yerning maqsadli foydalanish turi, sanitariya talablari, qo'shnilar huquqi, yo'lga chiqish xavfsizlik va qurilish me'yorlari hisobga olinishi kerak. Agar uy-joy uchun ajratilgan joyda shovqinli ustaxona ochilsa, qo'shnilar shikoyat qilishi mumkin. Tekshiruvda esa faqat shikoyat emas, hujjatlarning mosligi ham ko'riladi. Masalan, bir odam hovlisining 30 kvadrat metr qismini kichik tikuvchilik sexsiga aylantirdi. 5 ta tikuv mashinasi qo'ydi. 4 nafar ishchi ishladi. Agar bu faoliyat tinch, xavfsiz, hujjatlar joyida bo'lsa, ko'p holatda muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin boshqa misolda fuqaro hovlisida temir payvandlash ustaxonasi ochdi. Kechasi ham shovqin bo'ldi. Yo'lakka material tashlab qo'yildi. Qo'shnilar arz qildi. Shunda masala faqat tadbirkorlik guvohnomasi bor yo'qligi bilan tugamaydi, balki yer va qurilish hujjatlari ham ko'tariladi. 4-toifa eski uylarni sotib olgan. Lekin barcha hujjatlarni chuqur tekshirmagan xaridorlar. Men har doim aytaman, uy sotib olayotganda faqat narxiga, joylashuviga va ta'mirga qaramang. Eng muhim narsa hujjat. Hujjatda kim egasi? Uy garovda emasmi? Taqiq qo'yilmaganmi? Sud nizosi yo'qmi? Kadastr maydoni amaldagi maydonga mosmi? Yer chegarasi qo'shni bilan nizoli emasmi? Agar uy 6 million so'm bo'lsa, hujjat tekshirishga ketadigan 1-2 kunni tejash keyin 6 millionlik muammoga aylanishi mumkin. 5-toifa mahalla ruxsat bergan, hokimiyatdagi tanish aytgan. Qo'shnim ham shunaqa qilgan degan gaplarga ishonib qurilish qilayotganlar. Yangi tartibda eng xavfli fikr shu. Chunki tanishning og'zaki gapi hujjat o'rnini bosmaydi. Qo'shnining noqonuniy qurilishi sizga huquq bermaydi. Mahalla ma'lumotnomasi ayrim masalalarda yordam berishi mumkin. Lekin u kadastr ro'yxati, qurilish ruxsati yoki mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat emas. Endi kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz kvartirada yashasangiz va ichki kosmetik ta'mir qilgan bo'lsangiz, masalan devor bo'yadingiz, pol almashtirdingiz, eshik o'rnatdingiz, odatda bu kadastr muammosi tug'dirmaydi. Lekin ko'taruvchi devorni buzish, balkon hisobiga xona kengaytirish, umumiy yo'lakni egallash, tom qismda qo'shimcha qurish qilish mutlaqo boshqa masala. Ko'p qavatli uyda sizning xonadoningiz faqat ichki maydon emas, balki umumiy mulk. Qo'shnilar xavfsizligi va butun binoning konstruksiyasi bilan bog'liq. Shuning uchun mening kvartiram devorni xohlagancha buzaman degan yondashuv xato. Endi istisnolar. Yashirin xavflar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlar haqida gapiraman. Birinchi nozik jihat, hujjatda kichik xato bo'lsa ham uni mensimaslik kerak emas. Masalan, familiyada bitta harf noto'g'ri yozilgan. Manzil eski nom bilan turibdi. Uy raqami o'zgargan. Kadastr raqami boshqa, hujjatda boshqacha ko'rsatilgan. Odamlar buni mayli tushunarli-ku deb o'ylaydi. Lekin elektron tizimlarda bitta harf, bitta raqam, bitta sana ham muhim. Notarius, bank, sud yoki kadastr organi hujjatlar o'rtasida moslik bo'lmasa, jarayonni to'xtatishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, qo'shni bilan chegara masalasi. Hovlilar orasidagi devor 20 yil oldin qo'yilgan bo'lishi mumkin. Hamma ko'nikib ketgan bo'lishi mumkin. Lekin kadastr chizmasida chegara boshqa joydan o'tgan bo'lsa, nizo chiqadi. Masalan, siz devorni 1 santimetr qo'shni tomonga surib qurgan bo'lsangiz, bu kichik ko'rinadi. Lekin 20 metr uzunlikda 40 santimetr degani 8 kvadrat metr yer degani. Agar yerning har kvadrat metri qimmat hududda bo'lsa, bu katapulga teng. Shuning uchun yangi qurilishdan oldin albatta yer chegarasini kadastr chizmasi orqali aniqlash kerak. 3-nozik jihat, kommunal tarmoqlar va muhofaza zonalari. Ba'zi odamlar hovlining bo'sh joyiga bino quradi. Keyin bilsa, yer ostidan gaz quvuri, elektr kabeli, suv tarmog'i yoki kanalizatsiya liniyasi o'tgan bo'ladi. Bunday joylarda qurilish cheklangan bo'lishi mumkin. Siz men bilmaganman desangiz ham, bu har doim javobgarlikdan ozod qilmaydi. Chunki qurilish boshlashdan oldin tegishli ma'lumotlarni olish kerak. Ayniqsa katta imorat, do'kon, ustaxona yoki 2 qavatli uy qurishda bu juda muhim. 4-nozik jihat. Eski qurilishni rasmiylashtirish imkoniyati har doim ham bor degani emas. Ko'pchilik avval qurib olay, keyin hujjat qilaman deydi. Bu eng xavfli yo'l. Chunki keyin ma'lum bo'lishi mumkin. Qurilish qizil chiziqqa chiqib ketgan. Yo'l hududiga yaqin, qo'shnining oynasini to'sib qo'ygan, yong'in xavfsizligi masofasi buzilgan yoki yerning maqsadi bunga to'g'ri kelmaydi. Bunday holatda rasmiylashtirish oson kechmaydi.
Ayrim hollarda jarima bilan cheklanmasdan qurilishni o'zgartirish yoki buzish talabi ham qo'yilishi mumkin. 5-nozik jihat kompensatsiya masalasi. Agar hudud davlat ehtiyoji uchun olinadigan bo'lsa, uy-joy, yer yoki qurilish baholanadi. Lekin bog'lashda hujjatdagi va qonuniy tan olingan mulk katta rol o'ynaydi. Agar sizning hovlingizda hujjatsiz 100 kvadrat metr qo'shimcha imorat bo'lsa, u kompensatsiya hisobida muammo tug'dirishi mumkin. Shuning uchun ertaga buzilish bo'lsa, baribir hammasiga pul beradi deb o'ylash noto'g'ri. Qonuniy hujjat qanchalik toza bo'lsa, o'z huquqingizni himoya qilish shunchalik kuchli bo'ladi. 6-nozik jihat oilaviy kelishmovchiliklar. Uy bitta odam nomida, lekin qurilishga boshqa farzand pul tikkan bo'lishi mumkin. Masalan, katta o'g'il hovliga 200 million so'm sarflab ikkinchi qavat qurdi. Hujjat esa otaning nomida qoldi. Keyin meros ochilganda boshqa farzandlar ham ulush talab qiladi. Katta o'g'il men qurganman deydi. Boshqalar uy otamizniki edi deydi. Agar oldindan hujjat, kelishuv, ulush, hadya yoki boshqa rasmiy tartib qilinmagan bo'lsa, nizo og'irlashadi. Shuning uchun qurilishdan oldin faqat g'isht va sementni emas, huquqiy tomonni ham o'ylash kerak. 7-nozik jihat ijara va foydalanish. Agar siz hujjatsiz qo'shimcha joyni ijaraga bersangiz, masalan, hovlining oldidagi xonani do'konga aylantirib, oyiga 2 million so'mdan bersangiz, bir nechta masala paydo bo'ladi. Birinchisi ijara shartnomasi, ikkinchisi soliq, uchinchisi binoning maqomi, to'rtinchisi qo'shnilar va xavfsizlik. Agar ijarachi u yerda faoliyat yuritsa va tekshiruv bo'lsa, savollar faqat ijarachiga emas, mulk egasiga ham beriladi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, mavjud hujjatlaringizni yig'ing. Sizda kadastr pasporti, davlat ro'yxatdan o'tganlik haqidagi hujjat, oldi sotdi shartnomasi, xatya shartnomasi, meros guvohnomasi, hokim qarori, eski texnik pasport, yer ajratish hujjati, sud qarori yoki boshqa asos hujjatlari bo'lishi mumkin. Hammasini bitta papkaga jamlang. Rasmga olib telefonda saqlab qo'yish ham foydali, lekin asl nusxalarini alohida ehtiyot qiling. Ikkinchi qadam, hujjatdagi ma'lumotni amaldagi holat bilan solishtiring. Kadastrda yer maydoni qancha ko'rsatilgan? Uy maydoni qancha? Xonalar soni mosmi? Qo'shimcha qurilishlar ko'rsatilganmi? Masalan, hujjatda 6 sotiq yer, tagin 5 kvadrat metr uy deb turibdi. Amalda esa yer 6 sotiq, lekin uy 1.6 kvadrat metr bo'lib ketgan. Mana shu farqni aniqlab oling. Agar farq bo'lsa, uni yashirish emas, qonuniy tartibda hal qilish kerak. 3-qadam, kadastr organiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Bugungi kunda ko'p xizmatlar davlat xizmatlari markazi orqali yoki elektron shaklda amalga oshiriladi. Siz murojaatda aniq yozishingiz kerak. Menga tegishli ko'chmas mulk obyektining kadastr ma'lumotlarini amaldagi holatga muvofiqligini tekshirish va zarur bo'lsa, o'zgartirish kiritish tartibini tushuntirishni so'rayman. Agar qo'shimcha qurilish bo'lsa, uni rasmiylashtirish mumkinmi? Qanday hujjat kerak? Qaysi tashkilot xulosa beradi? Shuni yozma ravishda so'rang. 4-qadam, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Men doim tavsiya qilaman. Muhim masalada yozma javob oling. Chunki og'zaki aytilgan gapni keyin isbotlash qiyin. Agar xodim bo'ladi desa, qanday asosda bo'lishini so'rang. Agar bo'lmaydi desa, rad etish sababi qaysi norma yoki qaysi hujjatga asoslanganini so'rang. Hurmat bilan, xotirjam. Lekin aniq talab qiling. 5-qadam, qurilish qilishdan oldin loyiha va ruxsat masalasini aniqlang. Ayniqsa siz yangi uy, qo'shimcha qavat, katta ayvon, do'kon, ustaxona yoki boshqa obyekt qurmoqchi bo'lsangiz. Usta biladi degan gap yetarli emas. Usta devorni chiroyli qilib berishi mumkin, lekin hujjatni hal qilib bermaydi. Loyihachi, kadastr mutaxassisi, arxitektura bo'limi va zarur hollarda boshqa vakolatli organlar bilan masalani oldindan aniqlang. 6-qadam, qo'shnilar bilan nizoli masalani oldindan hal qiling. Davrga yaqin qurilish, deraza ochish, suv oqimi, tomdan qor yoki yomg'ir tushishi, yo'lakdan foydalanish, umumiy kirish-chiqish yo'li kabi masalalarda nizolar ko'p chiqadi. Agar qo'shni bilan kelishuv kerak bo'lsa, uni oddiy gap bilan emas, yozma shaklda rasmiylashtirish kerak bo'ladigan holatlar bor. Lekin shuni ham unutmang. Qo'shnining roziligi hamma narsaga ruxsat degani emas. Davlat me'yorlari baribir saqlanadi. 7-qadam. Uy sotib olayotganda tekshiruv ro'yxatini qo'llang. Sotuvchidan kadastr hujjatini so'rang. Mulk egasi kimligini tekshiring.
Agar egasi turmush qurgan bo'lsa, er yoki xotin roziligi kerak bo'lishi mumkinligini unutmang. Mulk garovda emasmi? Taqiq bormi? Sud nizosi bormi? Kommunal qarzlar bormi? Meros bo'yicha boshqa da'vogarlar bormi? Shularni aniqlang. Uyga borib faqat ta'mirni ko'rmang, hujjatdagi chizma bilan amaldagi qurilishni solishtiring. Agar sotuvchi hujjat keyin bo'ladi desa, bu juda jiddiy signal. 8-qadam meros masalasini cho'zmang. Agar uy ota-onangiz yoki boshqa qarindoshingiz nomida bo'lib, u kishi vafot etgan bo'lsa, notariusga murojaat qiling. Meros ishi ochilganmi? Muddat o'tganmi? Boshqa merosxo'rlar kim? Ulushlar qanday? Bularni aniqlang. Oilada kelishuv yaxshi bo'lsa ham hujjatni rasmiylashtirib qo'yish kerak. Bugun aka-uka, opa-singil kelishib turgan bo'lishi mumkin. Lekin ertaga farzandlar, kelinlar, kuyovlar, boshqa merosxo'rlar aralashganda masala murakkablashadi. 9-qadam noqonuniy qurilish borligini bilsangiz, uni sotishdan oldin hal qiling. Ayrimlar muammoni xaridorga o'tkazishga urinadi. Bu noto'g'ri va xavfli, chunki keyin xaridor aldanganini aytib, shartnomani bekor qilish, zarar undirish yoki sudga murojaat qilishga harakat qilishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l avval holatni aniqlash, rasmiylashtirish imkoni bo'lsa rasmiylashtirish, imkoni bo'lmasa xaridorga barcha ma'lumotni ochiq aytish. 10-qadam. Barcha to'lov va xarajatlarni hujjatlashtiring. Qurilish qilayotgan bo'lsangiz, material cheklarini, ustalar bilan kelishuvlarni, pul o'tkazmalarini, loyiha hujjatlarini saqlang. Bu ayniqsa oilaviy yoki sheriklikdagi mulklarda muhim. Masalan, 2 aka bir hovliga pul tikib uy qursa, keyin ulush masalasida kelishmovchilik chiqmasligi uchun boshdan yozma kelishuv qilgani yaxshi. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Hujjatni to'g'rilashdan qo'rqmang. Ko'pchilik borsam jarima yozadi, tekshiruv keladi. Uyimni buzadi deb yuraveradi. Albatta, har bir holat alohida o'rganiladi. Lekin muammoni yashirish uni yo'q qilmaydi. Aksincha, vaqt o'tgan sari muammo kattalashadi. Bugun oddiy ariza bilan hal bo'ladigan masala ertaga sudga borishi mumkin. Bugun bir nechta hujjat yetarli bo'ladigan ish ertaga xaridor, merosxo'r, qo'shni yoki bank aralashganda murakkab nizoga aylanadi. Agar siz qayerdan boshlashni bilmasangiz, eng oddiy yo'l shunday. Birinchi bo'lib kadastr hujjatingizni toping. Keyin davlat xizmatlari markaziga boring yoki elektron xizmatlar orqali obyekt bo'yicha ma'lumot oling. So'ng amaldagi holat bilan solishtiring. Agar farq bo'lsa, yozma maslahat so'rang. Agar masala murakkab bo'lsa, ko'chmas mulk, kadastr yoki fuqarolik huquqi bo'yicha tajribali yuristga murojaat qiling. Yuristga borganda uyimda muammo bor deb umumiy gapirmang. Hujjatlarni olib boring, aniq savol bering. Mana shu qo'shimcha qurilishni rasmiylashtirish mumkinmi? Merosni qanday tartibda olaman? Sotishdan oldin qaysi xavflarni yopishim kerak? Qo'shni bilan chegara nizosida nima qilaman? Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, yangi tartiblar odamlarni hujjatga, aniqlikka va qonuniylikka majbur qilyapti. Uy sizniki bo'lishi mumkin, lekin hujjatda to'g'ri aks etmagan bo'lsa, ertaga undan to'liq foydalanishda muammo chiqadi. Qo'shimcha qurilish, meros oldi sotdi, ijara, tadbirkorlik, kompensatsiya va qo'shni bilan chegara masalalarida eng kuchli himoya bu toza hujjatdir. Men sizga tavsiya qilaman. Bugun hujjatlaringizni bir ko'zdan kechiring. Kadastrdagi ma'lumot amaldagi uyga mosmi? Egasi to'g'ri ko'rsatilganmi? Qo'shimcha qurilishlar rasmiylashtirilganmi? Shuni tekshiring. Agar savol tug'ilsa, kutmang. Yozma murojaat qiling va huquqiy maslahat oling. Sizda shunday holat bo'lganmi? Uy hujjatida boshqa amalda boshqa ko'rsatilganmi? Qo'shimcha qurilishni rasmiylashtirishda muammoga duch kelganmisiz? Fikringizni izohlarda yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumotni bilish ko'pchilikni katta xatodan saqlab qolishi mumkin.